Keyingisi bu nima? Hoy, senga nima bo'ldi? Hasad qilganimdan yig'layapman. Bu nimasi? Ayollar xonasiga borib kelaman. Ko'zim bo'yalib ketdi. Jihu, Voy, qanday tasodif bo'ldi. Do'stim bilan kafega boraman deganding. Demak, shu kafe ekanda. ha, Do'sting qayerda? uning ishi chiqib qoldi. Shunga ketdi. Rostami? Unda senga sherik bo'lsam bo'ladimi? Jihu, ketamizmi? O'zi hozir keldim-ku. Men ichimlikimni ichib bo'ldim. Endi ichib tugatdim. Mayli. Qani ketdik. Nima, u qayoqqa ketdi? Hoy, mabodo bu yerda o'tirgan qizni ko'rmadingizmi? Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Hoy. Dam olishni tashkillashtiryapsanmi? Ha, maroqli dam olishimiz uchun astoydil harakat qilyapman. Nimalar qilyapsan? Birgalikda qilamizmi? Birgalikda? Unda birinchi harakatimdan qahramon kim ekanligini aniqlaysan. Men topdim. Bosh vas. To'g'ri. Keyingisi. Bunisi qiyin ekan. Buni bilasan. Yaxshilab qara. Tadam. Hoy, bu gulmi? To'g'ri. Endi keyingisi. Tayyorlan. Bu temir odam. Keyingisi bu nima? Bunisi. To'g'ri. Buni sen ham xohlaganmiding? Xuddi tush ko'rayotgandekman. Uch yigitning qanday dam olganimni so'ragan xabarlarni o'qib uyg'onaman. Uch yigitni almashtirib yubormaslik uchun bir xil javob qaytaraman. Ularning ismlarini almashtirib yubormaslik uchun yoki ularning hikoyalarini almashtirib qo'ymaslik uchun bir xil xabar yuboraman. Yaxshi uxladim. Tushlik yaxshi o'tdimi? Ha.
Rahi, 잠깐 xonamga 방으로 kir. 들어오세요. Xo'p, 네, tushunarli boshliq. 어제는 Yaxshi 잘 dam 잤어? oldingmi? Ha, 네, boshliq, rahmat. 사고 난 Baxtsiz 건 hodisa 회사에 haqida 비밀로 hech 했어. kimga aytmay qo'ya qoldim. Salamdir Bu ya. yaxshi bo'lmasligi mumkin. Ha, aytmaganimiz yaxshi bo'ladi. 그리고 Xullas, keyingi 이번 hafta 주말에 direktor kirsam bo'ladimi? 네, Ha, 들어오세요. kiring. Majlis vaqti bo'ldi. Ha, Rahi, majlis uchun ichimlik tayyorla. Xo'p, 네, tushunarli 알겠습니다. boshliq. Munosabatlarimiz sir tutiladi. Ma'zur tutasiz. Men bu yerda juda hayajonlanaman. Uch yigit ham shu yerda. Birgalikda ishlaydi. Ma'zur tutasiz. Katta rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Yana biror narsa kerak bo'lsa menga xabar bering. Iltimos qo'ng'iroq qilmanglar. Biroz vaqt kechib qolasanmi? Zanada bo'laman. Xo'p, bir daqiqa kut. Voy. Bu yerda ekanligimni qayerdan bilding? Ha, haligi Oramizda qandaydir aloqa bor. bu yerga nima uchun kelgan eding? Pastda ishim bor edi, shuning uchun pastga tushayotgan edim. Nega? O'zing bu yerdasan? Menmi? Ha, men haligi juda ko'p shokolad yegim keldi. Shu uchun olgani keldim. Senga keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Bu eng yuqori qavatku. Biroz mashq qildim. Endi ketaman. Juda yoqimtoy. Voy. Menejer yordamchisi qo'rqitib yubording. Go'yo sharpani ko'rgandeksan. Yo'q. Narsam qolib ketgan ekan. Tushunarli. Nima? Shirinlik yeysanmi? Ha, minnatdorman. Xo'p. Yaxshi ishla. Sizga rahmat. Zo'rg'a qutuldim. Rahi hali kelmadimikan?
Men bora olmayman chunki odamlar bor ekan. Bundan xijolat bo'lasan. Tezroq uyga ketgim kelyapti. Kel uyga birga ketamiz. Haliroq bino oldida bo'laman. Nuna, bugun uyingni kuzatib qo'yaman. Haliroq bino oldida turaman. Bugungi ishni ertachiroq tugatib, bino oldida kutib turaman. 내가 앞에서 기다릴게. Endi nima qilaman? Ertaga ko'rishguncha. Yaxshi boring, boshliq. Endi nima qilaman? Bora olmayman deyishim kerakmi? Ertaga ko'rishguncha. Orqa eshik tomondaman. Eshik yonidaman. Old eshik oldidaman. Endi qaysi tomondan chiqib ketaman? 되는 거야. 아. Nima qilishni topdim.